Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahmat. Bugun ulug' Qurban hayiti. Men kitap o'qish munbiridagi barliq qarindoshlarimga vakolatan munbirimizning aziz mushtarilarga, dunyoning har qaysi joylaridagi vatandoshlarga Qurban hayitlik eng oliy salomlarimni yo'llayman. Hammamizning Qurban hayitimizga muborak bo'lsin. Necha haftadan beri sizlarga o'qib berib atgan Xolida Isroilning Mashal ko'targan kishilar nomli povestining eng oxirgi bo'limini o'qish bugungidek mana shunday xosiyatli bir kunga to'g'ri keldi. To'liq xursandman. Necha kundan beri Gretsiyaning Afina shahri atrofidagi orollarda krallik kema bilan aylanib sayohat qilyapmiz. Nihoyatda chiroyli manzarani ko'rdim. Hazır ben mana şu kemide quyosh cho'kayotgan şu güzel manzarlar bilan sizlarga Xolida Isroilning bu povestining eng oxirgi bo'limini o'qib berishga taraddudlanib o'ltiribdiman. Mushu zimin, mushu tog'lar yaralgandan tartib, iqib kelib atgan tuman daryosi nima ishlarni ko'rmagan, ha? U o'z vodisida yashagan kishilarning hamma xushalliq va g'am qayg'ularini, seg'iz to'puluq yarliq ustidagi bir-biriga ulashib, giralishib ketgan to'pran uylarning qachon selinganini, yalang'ash bo'lib elib, o'z bag'rida piltinlab uzib o'ynaydigan o'g'il bolalarning qachon cho'ng bo'lib o'ylanib, qeyrib tuproq ostiga ko'milganini, nini hashamatlik o'rda qasrlarning qachon bino bo'lib, qachonlarda kulga aylanganini biladi. U yana shaharni ajdahodek o'rab turgan egiz qeylin sepilning qancha qitim vayron bo'lib, qancha qitim qayta so'qilganini, sepilga tirik ko'milgan odamlarni ko'rgan. Ajdahoning eg'izidek surlik darvozalarga qator esilgan odam boshlarini ko'rgan. Sepil darvozalaridan to'xtamay kirib chiqib turadigan boylar va namratlarni, dehqonlar, ishlamchilarni, savdogar bagzodlarni, kiyimlariga yiroq yurtlarning to'pisi singan sayyoh jahonkazdilarni ham ko'rgan. Ammo u bugünkidek hamma odamning shahar sirtiga qarab suvdek oqqanini ko'rmagan. Rost, bugun qashqarliklarga nima bo'ldi, ha? Attigandan tortibla Qashqar tavrab ketgan edi. Hamma odamning og'zida to'pning, musobaqaning gapi. Oshxona, navoiyxonalar, do'konlar taqaldi. Adam bilan to'lib turadigan ko'chalar cho'ldarab qoldi. Shahar atrofidagi Ushma Ravandin Yarbog' darvozasigacha, Bashkiramdan To'shuk darvozasigacha, Nochiq O'stan bo'ylaridan Qum darvozasigacha bo'lgan yo'llarda ot eshaklik, harbilik, piyoda odamlar musobaqa bo'ladigan saman yo'liga qarab oqmoqda. Musobaqa bo'lgan bedelikda kishilar oq chechib belga qilingan maydonni cho'ridab yig'ilishgan edi. Maydonning bosh tarafida Hamrobay akaldirgan nog'ra sonaychilar attigandan tortibla to'xtamay shoh ahanglarni chelib kishilarni jalb qilmoqda, hayajonlantirmoqda. Maydonning to'r tarafiga Do'tay shahar cho'nglari, chet el konsullarining o'ltirishi uchun vaqtliq yog'och o'rindiqlar yasalgan. Oddiy puhrolar, sallilik, do'ppilik, to'moqliq kishilar, ushshaq bolalar allaqachon oldingi o'rinlarni egallab, chapan, chora, kegizlarni selib, badashqan qurib o'ltirib bo'lishgan edi. Maydonning sal nerisiga ushshaq yaymichilar, g'altakchilar, do'g'apchilar, samsipaz, montipaz, o'pka hesibchilar, gazir purchaqchi, lampungchilar joylashib,ovat bozor shakllantirgan edi.
Uşaq balalar bilen, çoğunraq balalar bazar bilen meydan oturusida toxtamay çepişip, onu bunu setip elip yeyişetdi. Yaki qoğlaşıp her xil şoqlıqlarını qılatdı. Ular bugün xuddi heyt bolğandek xoşal idi. Meydanның bir chetida tönögün at uçtun piyada menip kelgen ek saqlıq topçular ve ularga ägişip kelgen birer yüzdek adam daire bolup olturuşatdı. Musabıqaga düşüdüğallarını Bahavuddin Bay bilen Tursun Efendi mekteptikiler ve dehqanlar arasıdın inçikilep talladı. Bu jarayanda qaysını tallap, qaysını qoyuşni bilmey, hicalatçilikdi mi qaldı? Biz degen Haşim Balaxanның şagirtleri tursaq, mundaq musabıqaga biz düşmey kim düşüdü? Dep turib algan appaq saqallıq işki bovayni amalsız zapas topçular qatarga qoşup mu qoyuşdu? Aldınqı günü topçular yolga çıqıdığan çağda Bahavuddin Bay başçılığıda yurt xalqi qomurlup çıqıp ularını uzatdı. Futbol dese jinini berdiğan bir top adam yolunun jiraqlığıga qaramay ularga ägişip Qashqargacha keldi. Topçular bir kecha qo'ngan xonliq madrasada bu sap texmi zo'raydi. Shu tapda mushu maydonda o'ltirgan shuncha bala jamoatmi topçularga cheksiz hurmat va umid ichida talpinayotdi. Aşpaz navaylar o'xshitib etgan tamoqlari, ko'ngil qo'yib yaqqan nonlari bilan ularni beqivatdi. Doğapçılar Jürikinglarni sagitib, jininglarni yashartadigan doğap bu deyishib, yo'g'an chinlarda doğap elib kelib berishyapti. Ular nemishqimi shundaq qiladi? Tursun Efendi o'ylagancha o'zini bir tog' yutib olgandek sezatdi. Ba'zida andishigimi tushib qolatdi. Lekin tegitakdan olganda uning yuragi to'q, ishonchisi kuchli edi. O etrafida o'ltirgan ashu bir-biridan qovul, chapdas yigitlarga ishinatdi. U ularning xeyli ko'piga qo'lini tutib turib, xatni to'g'ri ham chiroyli yozishni o'rgatgan. Futbol deganni jur'ati bor o'g'il bola o'ynaydigan narsa ekanligini bildirgan. O ularning har birini avu chaqmoqdek chapdas Kerem kichikni, qara qash, qara ko'z, qanşarliq, egiz bo'y Anvarni, baslik, chiroyi qizil, seriq soqol Ibrohimni, yo'g'on yo'rpa, qovul, ammo kichik boladek sodda G'ofurni, yavash, ammo pamlik Bishoraxonni, Musa polvonning inilari polvon Qomat Tursun qori bilan Ahmad qorilardi. Bək çonqur düşünətdi. Hər birinin micazini, topni qandaq tepadiganligini, ortiq kam taraflarini beş qo'ldek belətdi. Qaramaqqa yavaş, jimg'ur ko'rinadigan bir balaning kutmaganda karamat ishlarni qilib etalaydiganligini ham belətdi. Bir aydan bo'yanqi japaliq mashq davomida ularning her biri xeylali o'ruqlab, chiroylari qaradab qalgan bo'lsin, ruhi ko'tarangi edi. Vujudidan tutmas, tugumas kuch urg'ib turgandek ko'rinatdi. Mana ular shu tapdimi? Arkadaşlar toplanayli, jahlin o'yini buzg'ili, el ko'zidan algan qorong'u perdelarni yirtqili. Inqirozdin xalqimizni qutquzg'uchi ilmdir. Bizlarnimi dal bugun ham bilim o'zi qutquzur. Degandek naqshlarni kayni-kayindan ulab o'qib, maydonni larziga salmoqda edi. Ularning qarshi tarafida, maydonning sirtida hammasi bir xil oq ranglik tanharakat kiyimi, futbol oyig'i kiygan, egiz bo'y, seriq chash, ko'k ko'z kelgan inglizlar va hindistonliklardan tarkib topgan Angliya komandasidagilar to'plashib turishadi. Ularnimi birer yüz odam
konsulxana xizmatchilari, shivit din tarqatquchilari ham doktorxona xodimlari va tomosha ko'rguvchilar o'rib olgan edi. Kayni-kayndan kelgan hashamatlik mahfillarda Do'tay va shahar baglari, qozi kalon, o'limalar va katta zardor boylar yetib kelishdi. Ularning kayindilla Ruscha va inglizcha paytunda Angliya va Sovet ittifoqi konsullari, xodimlari bilan yetib keldi. Bu chaqda maydon atrofi sanjaq odam bo'lib to'lib, yengni siqqudek yer qolmagan. Atrofdagi uylarning o'g'isi, daraxtshoxlariga odamlar chiqib olgan edi. Ikki konsul xodimi Do'tayning ikki tarafiga o'rinlashdi. Do'tay ikki tarafidagilar bilan bir necha eg'iz so'zlashib boshlanishdi. Arqadan o'rnidan turib, egiz bo'y, avoq tilmash bilan maydonning o'tirg'iroq kelib so'zini boshladi. Bugungi Qashqar tarixida misli ko'rilmagan katta xalqaroliq musobaqaning Jungo Angliya xalqlarining do'stligini kuchaytirishdagi muhim belgiteshi bo'lib qolishini umid qiladiganligini bildirdi va har ikki taraf to'pchilariga omad tiladi. Arqadilla konsul Gellian apandi so'z qilib, alohida bir xil ustunlik tuyg'usi ichida bugungi shuncha ko'p, shuncha qizg'in tomoshabinni ko'rib, o'zining futbol yurti bo'lgan Angliyalik ekanligidan faxrlanayotganligini, bu musobaqada Angliya komandasining mahorati ham jasoratiga, ko'ngildagidek natija yorita oladiganligiga to'liq ishonganligini bildirdi. Oxirida yomorliq talaffuzda, agar Jungo taraf tutib olsa, biz ularga ko'mish egar jabduqliq bir jup arg'amoq berishga va'da qilamiz. Biz tutib olsak, Jungo taraf bizga nima berdi ekan deb atrofidagilarga qaradi. Chet elliklar qaqoqlab kulishdi. Tursun apandi tilmashning tarjima qilib bo'lishini saqlamayla yuqori ovozda, biz birga ikkini berishga tayyor deb javob berdi. Tilmash konsulning so'zini tarjim qilib bo'lganda tomoshabinlar barakallah aytishib, chavaq chilishib ketishdi. Mayaqra siray texnik chiroyli ko'ramiz. Musobaqa boshlandi. Ikki komanda Nag'risonay alqish sadasi ichida maydonga kirib keldi. Bu bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki komanda edi. Oq kiyimlik Angliya komandasi yordamchi konsul Sherif apandi, konsulxona doktori, uzoqdan beri konsulxonada turayotgan muxbir ham sayohatchi Shopburut Mechil apandi, Angliya quruqliq armiyasining leytenanti Gregson, ikki nafar yosh jug'rafiyashunos va hindistonlik 3 xodimdan tarkib topgan bo'lib, hammasining chiroyidan g'oliblik, hatto masxara alomatlari chiqib turadi. Demisimi, madaniyatlik dunyodan yiroq, jahonning bir chetidagi sahroliklarning ular bilan musobaqaga tushmoqchi bo'lgani kulkilik bir ishda. Ularning orasida yaxshi chiniqqan Sherif apandi bir mezgil Londondagi futbol klublarida to'p tepgan. Futbolga oid obzorlarni yozgan Mechil apandi, taqqa chiqish mohiri Gregsonlar tursa, xayriyat, bu musobaqa ular uchun bir qitimliq yengil ko'ngil etish bo'lib qolg'usi. Mavo yerim yavoyi odamlar uchun bo'lsa, haqiqiy musobaqaning qandoq bo'ladiganligini ko'rib oladigan bir fursat. Fursat bo'lgandimi, hayotida yana bir qitim erisholmaydigan tepilg'usiz fursat. Eksak komandasidagilar beshiga oq do'ppa, uchisiga oq mato ko'nglak kiygan, ballariga belbaq bog'lagan,
otlaridagi ma'sa kalashlari tushib qolmasligi uchun xilma-xil sho'ynida bog'lab olishgan edi. Ammo diqqat bilan kuzatgan kishilar ularning vujudidagi astoydillikni, maqsadiga yetmagicha to'xtamaydigan yovvoyi kuch va yurakni jig'ildatqudek qaysarlikni his qiladi. Sovet ittifoqilik reperning pushtak chilib belgi berishi bilanla saqalliq ingliz doktor to'pni qarshi tarafning maydoniga qartib tepdi. Shunda qilib dunyoning madaniyat markazidan kelganlar bilan yerim yovvoyilar o'tirsidagi istutaksiz kurash boshlanib ketdi. Musobaqaning dastlabki paytlarida ikki taraf komanda a'zolarining ruhiy dunyosi osmon zamin farqlanadi. Angliya komandasining chiroy ifodasi va maydondagi harakatlari ularning o'ziga shaksiz ishindiganligini ifodalab turadi. Eksaqliklar bo'lsa, ha degandila tamtirab qilib atadi. Natonish kuchlik raqib tumanlagan tomoshabinning dengiz shavqindek cho'qan so'ranlari umrida bunda katta so'rinni ko'rib boqmagan bu sodda kishilarning diqqatini markazlashtirishiga qarshilik qilmoqda edi. Ularning tamtirab qilayotganini sezgan angliyaliklar jabdastlik bilan hujumga o'tdi. Ularning hujumi ha degandila o'ngishli bo'lib atadi. Bu holat yana bir pas davomlashadigan bo'lsa, ularning g'alaba asosini qurib olishida gap yo'q edi. Dal shu chaqda maydonning bir chetidan bo'rondek g'azablik ovoz yangradi. Hamma odam ovoz chiqqan tarafga burilib qarashdi. Eksaqning zapas komanda a'zolari orasida o'ltirgan oppoq soqolliq tembel bir bovay soqollarini titirtib, "O'ynay olmasang, tusha maydondan. Har qaysing to'pni talashmay, samog'i tushdingmi maydonga?" deb varqirab atadi. O Eksaqning eng dastlabki to'pchilaridan biri bo'lgan Naman aka edi. Naman akaning qahrlik ovozi va oppoq soqoli komanda a'zolarini sagitdi. Kerem kichik ixtiyorsiz bovayga oprin o'qidi. U birtinla putqolining kuchga to'lg'anligini his qildi. O angliyaliklar chabdastlik bilan paslashib elib kelayotgan to'pni bir kutdak etilib berib uzib oldi. Barakalloh, o'g'il bola degan mushundoq bo'ladi mana. Otangga rahmat deb to'g'lishatdi atrofdagilar. Kerem to'pni to'xtatib komanda a'zolariga bir nazar solgandan keyin hujumchi o'rnida turgan Anvarni ko'rdi-da, "Ola Anvar" deganicha to'pni kuchab tepdi. Allaqachon to'pni kutib turgan Anvar to'pni maydasiga shundoq chiroyli elib to'xtatdiki, angliyaliklarning chiroyidimi hayronlik aks etdi. Maydon sirtidagilar hayajondan o'rnidan turishib, gurillashib ketdi. Anvar burilib Angliya tarafning vartasiga qarab shamoldek tez yugurdi. Mudofaachilarni kayniga tashlab oldiga kelgan biri ingliz bilan hindistonlikni moyillik bilan oldab o'tib, to'pni vartaga qartib kuchab tepdi. Puxta tayyorlik ko'rib turgan Angliya vartari to'pni salmoqlik bilan tutib oldi. Ammo bu bir to'p Eksaq komandasidagilar uchun ilhom baxsh hujum signali bo'lib qoldi. Musobaqa borgan sari kaskinlashdi. Angliya komandasining bir necha qitimliq qamlashgan hujumi kishilarni sarosimiga selib cho'qan ko'targizib etdi. Ikki tarafning jonpidoliq bilan elishishi butkul maydonni mislsiz jiddiylik ichiga elib kirdi. Maydonning umumiy ahvolidan qaraganda Eksaq komandasining ifodasi borgan sari yaxshilanayotgan bo'lib, ular o'zlaridagi jiddiychilik va yuraksizlikni tugitib, asta-asta musobaqaga kirishib ketyapti. Angliya komandasidagilarmi o'zlarining bu yerim yovvoyilarni bo'shchaqlab qo'yganligini sezib, aslidagi haqavurligini tashlab, to'pni butun vujudi bilan o'ynashga boshlagan edi.
Eksak komandasi kayni-kaynidan hujumga o'tib, Angliya komandasini xelala tamtirtib qo'ydi. Bo'libmi Kerem topçu bilen Tursun Efendi ularning yuragiga qadalgan xanjardek to'xtamay zarba beradi. Musobaqaning eksaklıqlarga foydali tarafga yuzinayotganligini ko'rgan tomoshabinlar bo'lsa, xuddi bu olamdagi ajoyib karomatlik mo'jizaning shohididek o'zlarini unutgan holda cho'qan so'ran selishadi. Bu hal Angliya komandasining asosli hujumchisi bo'lgan Leytenant Gregsonni qattiq teriktirdi. Nima ish bu? Mavu yalan oyoqlar xuddi xudosidan madad olgandek kuchayib ketib bordi-ku. Mayli, ularga kimning madad berishidan qat'iy nazar biz yengishimiz kerak. Bu yavoylarning Buyuk Britaniya imperiyasining tangdoshsiz obraziga nuqson keltirishiga hargiz yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Bular yirtqish yo'lbos bo'lgan taqdirdimi? Qamchi bilan bosh egdirish kerak deb o'yladi. U o'ylagan sari g'azablanishga, asabiylashga boshladi. Dal shu chaqda Angliya tarafining cheklangan rayoniga qarab to'pni mohirlik bilan elib ketib borgan Beshiraxunga qarab etilgan qo'ng'ir tanlik bir bek Beshiraxunning o'shqiga kelishtirib birini tepdi. Bundaq yo'lsiz hujumga tayyorliksiz turgan Beshiraxun og'riqqa chidamay yerda yumilab ketdi. Yaxshi deb varqirdi leytenant. Ularni mushunda qo'polmas qilib qo'yish kerak. Nima qiliq bu? Shundaqmi namarki qilgan bormi? Chidag'onga chiqargan. Chidamaslar o'ynimisin. Norozilik sadolari maydonni bir oldi. Sovet ittifoqi konsulxonasidan taklif qilingan repri darhol pushtak chelib musobaqani to'xtatdi va bengalliq bekni aqsoki ogohlantirdi. To'pni Eksak komandasiga ixtiyoriy boshlatqizdi. Shuningdan keyin eksakliklar kayni-kaynidan yiqilg'ili turdi. Tursun Efendi ahvolning xatarligini sezib, a'zolarini hoshyor bo'lishga chaqirdi. Eksak komandasidagilarning ko'zlaridanmi g'azab ushqinlari chachirmoqda edi. Angliya komandasi hujum qilib, to'pni Eksak tarafning cheklangan rayoni atrofiga elib keldi. Eng oldida yugurib kelgan Mechel Efendi to'pni elishiga Angliyaliklarning iltifotidan to'la bahramon bo'lib, ichi qaynab turgan Ahmad Qori yugurib berib Mechel Efendini do'lisi bilan kelishtirib usdi. Egizboy Mechel Efendi daraxtdek o'rilib yerda necha yumilab ketdi. Reper darhol pushtak chelib Angliya komandasiga ixtiyoriy to'p boshlatqizdi. Eksak komanda a'zolari buning norozi bo'ldi. Tushdan reperning oldiga yugurib berib, buni qoidaga xilof harakat emas deb talishdi. Angliyaliklar bo'lsa, tez sur'atda to'pni boshlab, qarshi tarafning tayyorliksiz turgan fursatidan foydalanib, vartaga qartib to'p tepdi. Bütün diqqatini maydonning yana bir tarafidagi talash tortishga qartib turgan Vartar Muhammad to'pni to'sishga ulgura olmadi. Maydondagi tomoshabinlar bu tuyuqsiz ahvoldan huduqib, g'omiqib qolishdi. Reper bo'lsa ikkilanmay kirgan to'pning inovatli ekanligini e'lon qilib, o'ttira maydondan to'p boshlashni uqtirdi. Gilyan Efendi bilan xonimi boshchiligidagi konsulxona xodimlari Shvetsiyaliklar o'rinlaridan turib, chavaq chelib, tantana qilishdi. Tomoshabinlar bo'randek o'gir kirib varqirashdi. Nohaq bo'ldi, nohaq. Hu, nomardlar, xotin kishidan ushiq nimalarkan bu? Yolg'onligimiz chenib qolmasin deb qo'yib olgan soqollariga qaranglar bu xaloyiq. Buncha ko'p kishi azaldan bugünkidek bir niyat, bir maqsad uchun jenining boricha varqirishib, cho'qan selib baxmagan. Moshlarni ching tugib sakrashmagan edi. Shu topda maydon ichi bilan sirti birlashib ketgan edi.
Tomoshabinlarning yuragi o'z to'pchilarining yuragi bilan tang soqatdi. His tuyg'ulari ular bilan tang o'rkashlab dengizdek daval qo'ydi. Sovet ittifoqilik reperi soatga qaradida Eksak komandasidagilar o'tira maydondan to'pni boshlashi bilanla pushtakchilib yarim maydon musobaqaning oxirlashganligini uqtirdi. Tezlikda berib to'pni qo'liga elib Tursun apandiga atrofdagi cho'qqan so'ran selishib turgan tomoshabinlarni va g'azablik chiroylarni ko'rsatib bir nimalarni deb maydondan chiqib ketdi. Angliyaliklar maydon sirtiga soyivan bekitib alayda rastlangan o'rinlarga berib aram elishdi. Shved doktorlari ularning atrofida poypetak bo'lishadi. Konsulxona xizmatchilari ularning badallarini uvolab, ichimlik elib kelib berib, harg'inligini tugatishga tirishadi. Eksaklıqlar bo'lsa, Tursun apandining boshchiligida maydon o'tirsida yumaloq bo'lib o'tirishdi. Hammamiz bu xalqni ko'rib o'tiribdimiz, dedi Tursun apandi. Ular bizning orqa terkimiz, kuch-quvvatimizning manbasi. Ashu aziz xalqimizning oldida mag'lub bo'lish biz uchun o'lim bilan barobar. Bugun bizga ajal kelgan taqdirdimi, mushu maydonda raqiblarimizni yengib, yurt xalqining tantanasi ichida o'limiz. Qo'rqinchoqlik qilishga, chekinishga qat'iy yo'l yo'q. Raqibimizning qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, biz ulardan kuchli bo'lishimiz kerak. Dal shu chaqda Alman ichidan bir odam to'pni yerib, komanda a'zolarining oldiga keldi. U musobaqaning dastlabida varqirab, eksaqliq to'pchilarning diqqatini yiqqan. Oppoq soqollari maydasiga tushib turgan Naman to'pchi edi. U Tursun apandining qo'llarini tutib, "Bolalarim, polvonlarim, men sizlardan rozi bo'ldim. Xalqimiz sizlardan rozi bo'ldi. Sizlar jininglarni chikib qo'yib o'yindinglar. Avu hakkavur paranglarni andishiga selib qo'ydinglar. Ulug' Alloh putqo'linglarga yanami kuch-quvvat bergay. Sizlarga nusrat ato qilgay. Xalqning olqish rahmatidan ko'plab ketgaysizlar ilohim. Amin." deb duo qildi. Hayajon yoshlari buvayning uzun oqsoqollariga eqib tushdi. Bu chaqda komanda a'zolarining ko'zlarimi o'tdek yenib, tomirlardagi qonlar o'rkashlab oqmoqda edi. Ular atrofga qarab, belilikka yig'ilgan, tumanligan xalqning o'zlariga tikilgan umidlik ko'zlarini ko'rdi. Bu ko'zlar ichida 7 yoshlik sabiylarning g'uborsiz ko'zlarimi, 70 yoshlik buvaylarning nur qashqan ko'zlarimi bor edi. Bu ko'zlardagi umid ushqunini o'chirib etishga, ularning orzu umidlarini jon tikib oqlamay bo'lmaydi. Reper maydonga kirib pushtak chaldi. Hal qilg'ush jang boshlandi. Eksak komandasidagilar xuddi boshqachalar odamlarga o'zgarib qolgandek edi. Ular hech nimadan qo'rqmaydi. Nishonga qarab shiridak etilatdi. Harakatlari shu qadar chaqqan, chiroyli edi. Ular Angliya taraf vartasiga to'xtamay hujum qiladi. Hujumlar xuddi dengiz to'lqinlaridek bir-biridan shiddatlik, bir-biriga ulashib keladi. Endi Angliya komandasidagilar tamtirab qilishgan bo'lib, o'z maydonida to'plashib mudofialarda turadi. Tepatdi, putlaydi, oldiga o'tganni tortib yiqitadi. Ammo Eksak komandasidagilar yiqilsa, darhol qo'patdi-da, hech ish bo'lmagandek olg'a yuguraydi, itilatdi. Yana yiqilsa, yana turishadi. Yana yuguraydi. Yiqilgan yerdan quvvat olgandek texmi qaysar bo'lib ketadi. Angliyaliklarning chiroyida
körənglikdən əsər qalmadı. Onun ornini hayranlıq, qorquş, hətta az tola qayıllıq egelledi. Tursun əpəndi Pəxriddin bergen pasni aldı da tez sürət bilan qarşı tərəf komandasının çəkilənən rayonuğa elib kirdi. Hindistonluq Vartar Tursun əpəndini nişan qılıb şiddet bilan etilib çıxdı. Qarşı tərəfinin məqsədini pəmləyən Tursun əpəndi özünü yanğı elib onun yenidən şamaldək ötüb getdi. Vartar özünü tutalmay özüge oxşaş məqsəd bilan Tursun əpəndiga qarab etilib kelgan səbdişi bilan qattiq soquluşdu və örkirəşkiniçə yerdə yumulab ketişdi. Bunu görgən Tursun əpəndi topni Vartağa təpməstin, yan sızıqdan tepib çıxırıvətdi də dərhal berib Vartarını yölədi. Bu alicanab hərəkət bütkül meydanını lərziga selevətdi. Hatta konsul Geliyan əpəndi bilan xanımımı orundan turub Tursun əpəndiga qarab küçəb çavak çaldı. Ularga əgişib konsulxana xadimləri və Angliya komandasının zapas əzalarımı özlərini unutğan halda çavak çelişib getdi. Konsulxananın davalaş xadimləri dərhal meydanga yugurib kirişdi. Bu kiçikkina üzülüş davamida Geliyan əpəndi meydanның çetiga kelib Angliya komandasidagilarga bu musobaqada balkim uttirishimiz mumkin, ammo inovatni uttirib etishga bo'lmaydi. Unutib qolmanglarki, hozir sizlar Buyuk Britaniya imperiyasining vakili sifatida turibsizlar. Beringlar, ularga haqiqiy Angliya mo'tavarlarining fazilatini ko'rsatib qo'yinglar. Parvardigor sizlarga yor bo'lg'ay, dedi. Odam almashtirilib, keskin jang yana boshlandi. Ammo bu qitim maydondagi kayfiyat tubdan o'zgargan edi. Yap-yeshil bedelikda 22 azimat barobar o'rinda. Kamsitish va kamsitilishdan xoli holda g'alaba uchun kurash qilyapti. Mana bu haqiqiy musobaqa edi. Eksoq komandasidagilar topni hujum sepida turgan Anvarga pas berishdi. Anvar topni apchillik bilan kontrol qilib, qarshi tarafning vartasiga o'qdek tez yugurib ketdi. O oldini to'sgan hujumchilardan uyan-buyan agib, nihoyat chaqqonlik bilan o'tib ketdi. Ular har qancha qo'g'labmi Anvarga yetisha olmadi. O topni elib Angliya komandasining cheklangan rayoniga kiribla, o'ng burjakka qartib, minib, kuch bilan tepdi. Vartar topni to'sib bo'lg'icha top kirib ketdi. Nag'ri sunay sadasi qiqa suran qaplagan maydon davolg'ib ketdi. Kishilar o'zini unutgan holda tantana qilishdi. Reper topni elib o'ttira maydonni ko'rsatdi. İki tarafning natijasi birda-biri bo'lib tanglashib qolgan edi. Musobaqaning oxirgi minutlarida Angliya komandasining a'zolari hammasi degidek o'z maydoniga qaytib, qaysarlik bilan mudofaada turg'ashqa musobaqa tirkishish bosqichiga kirib qoldi. Vaqt minut sekundlab o'tmoqda. Reper to'xtamay soatga qaraydi. Tomoshabinlarning chiroyidan toqatsizlik alomatlari chiqib turadi. Musobaqa vaqtining to'shish oldida turganligini ko'rgan angliyaliklarning chiroyidagi jiddiylikmi yo'qolishga boshlagan edi. Top Angliya komandasining putida bo'lib, ular oxirgi bir necha minut vaqtni o'tkazib olish uchun o'z maydonida pas berishib yurmoqda edi. Topning yanida paydo bo'lgan Kerem chaqqonlik bilan topni leytenant Gregsonning putidan tortib oldi-da, Angliya komandasining vartasiga qarab yugurdi. U shundoq tez yugurdiki, ko'rib turgan hamma odam hayronlikdan qetib qoldi. Gregson bo'lsa, hozirda putib turgan topning qandoq qilib bu mushtumdek balaning putiga tushib qolganini bilolmay turib qoldi. Kerem ajoyib chaqqonlik va mohirlik bilan qat-qat to'saqlardan o'tib, vartaning oldiga keldi.
Vardar özünü Kerem'nin putudaki topqa attı. Kerem bolsa sehirgerlik bir hareket bilen topni Vardar'nın oldıdan elip öttü de boş kalgan Vardar'a qartıp kişinin bar içi taktı. Top kirdi. Netice 2'de 1 boldu. Meydan qaynam taşqınlıqqa çömdü. Kişiler sakrışıp atkan, varqırışıp atkan, tonuşsun, məhkəm qucaqlaşıp, yığılışıp atkan aşu daqiqada konsul xanımның çıdap olturalmay, paytonuğa düşüp, özü yalğız ketip qalğanını kişiler görmey qaldı. Reperning pushtakchilib musobaqa oxirlashganligini e'lon qilganligini sezmagan tomoshabinlar maydonga saldek yopirilib kirib, o'zlarining qahramon to'pchilarini qatma-qat o'rib oldi. Hamma odam ularga ikki ig'iz yurak so'zini aytib elishni yoki birarsining chopinining peshini bo'lsa-mu tutib elishni orzu qiladi. Kişiler topның sırtıda Həmra baymo asrab hümüdəb ayınıb şüretdi. Kızargan yüzüdeki terlerini toxtumay sürtkeş kişiler topuğa özünü urup kıstılıp aldığı ötmekçi boladı. Sancak turuşup ketken adamlar yol vermegende bolsa putunun uçuda dəsep boynunu sozup eksaklık yurdaşlarını yoki özü daim tillap qargap yürüydiğen Kerem kichikni Yak, Kerem topçunu körüp almakçı. Ularını üyüge başlap, yoğan erkek koyunu soyup, mehman kılmakçı ikerlikini etmakçı boladı. Şu vaqtki manzir göz aldığınlağı keldi yaqcan. Aytavur, mən şu meydanның içine kirip kettim cuma. Wow. Adamlar topi pichaq bilan keskendek ikkiga ayrilib yo'l echildi. Dotay başliq amaldarlar va yurt cho'nglari, Sovet ittifoqi konsulidagilar topchilari bilan ko'rishgili keldi. Hammasining og'zi qo'liqqa yetgan. Xo'shalliq va hayronlikdan og'zi gapga kelmay qolgan edi. Sovet ittifoqining Qashqarda turishliq konsuli Dompesi apandi Əmgəkçi xalqның Jahongirlik üstüdün qılğan g'alabasini tabriklab, Eksak komandasiga 2 futbol taqdim qildi. Toplar nihoyatda ching bo'lib, yengi parqirab turadi. Xuddi Kerem bilan Anvarlarning orzusidagidek edi. Ikkinchi kuni, ya'ni 21 mayda Eksak futbol komandasi Shvetsiyalik din tarqatquchilar doktorxana xonimlardan tashkillangan futbol komandasi bilan musobaqaga tushib, ularni 7-1 natija bilan yengdi. Musobaqadan keyin minglagan xalq Eksak komandasidagi futbolchilarni do'lisida ko'tarishib, shahar aylantirib, xalq madrasagacha apirib qo'ydi. Topçular ətisla Eksakqa qaytışdı. Bahavuddinbay bilan yurt xalqi ularni cho'ng yo'lga chiqib kutib turishadi. Eksaklıqlar qahramon topçularının g'alabasini tabriklab, cho'ng to'y o'tkazib berdi. To'ylarga ulashib ketdi. Shu to'ylarning biri Kerem topçu bilan Marigulning edi. Adam degan qiziq bo'ladi. Namrat Tulxotinning o'g'li katta bayning yolg'iz qizini amriga elib, bayning e'tiborli kuyog'li bo'lib qolgan edi.
Hech kim Keremning topni qaltis yaxshi o'ynaydiganligini tilga olmadi. Balki Kerem kichikning onasiga naqadar ko'yimchan ekanligini, kichik vaqtlarda cho'ng otasining duosini ko'p olganini, onun ashu yaxshilik va duolarning xosiyatida ko'klab bugungi kunga erishganini so'zlab yurishdi. Iyul kirib, tog' havosi sig'anda Bahovuddinboy G'uljiga qarab yo'lga chiqdi. Eksa xalqi uni yig'izar bilan uzatdi. Bahovuddinboy G'uljiga berib, bir yildan keyin, ya'ni 1928-yili vafot bo'ldi. Yılları to'xtamay o'taverdi. Jahonda nurg'un o'zgarish bo'ldi. Angliya hukumati Londondagi Arcus shirkatining jasuslik delosi tufayli Sovet ittifoqi bilan diplomatik munosabatni o'zgarlikdan Qashqardagi Angliya Sovet ittifoqi konsullari bir so'rinda o'ltira olmaydigan bo'ldi. Bu yillarda Şinjangda 3 qitim hokimiyat almashdi. O'lka osmonini qora bulut qaplab, judun chapqun uzilmadi. 1937-yili Tursun Efendi Shingshay turmasida o'ltirildi. Yillari eksaqtimi nurg'un o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Kichiklari cho'ngaydi, cho'nglari qirib olamdan o'tdi. Hüseyniye'nin münevver o'qituvchilari kayni-kaynidan tutildi. Qirib chepildi. Ama Hüseyniye taqilib qolmadi. Eksaqlıqlarning futbolga bo'lgan ishtiyoqimi o'chmadi. 1954-yili Eksaqda tunji futbol jamiyati qurildi. 2006-yili 1-may shahri Urumchi. Tugidi. Indigen çaylıqa. Ketay dedi. Hala. Mana quyoshmi o'ltirib oldi. Men mushundaq go'zal manzarada Qurban hayiti bo'lgan xosiyatlik bir kunda Xalida Isroil Abbayning Mashal ko'targan kishilar nomli bu povestini o'qib tamomlaganimdan to'liq xursandman. Albatta bu qandaqdir bir odatdagi futbol musobaqasi tasvirlangan asar emas, balki ulug' bovularimizning muqaddas ruhi mujassamlangan nihoyat nodir asar. Bu hammamizga ayon. Xo'sh, oxirida huzuringizga sunadiganim Arliqda Germaniyaning München shahriga borgan vaqtimda Uyg'uriya ona til maktabining ona til faoliyati kunidan biroz oriyali. Dangliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Emin aytgandek, til shu millatning boyligi. Milliy til millatning ma'naviy vatani sifatida nihoyatimi muqaddasdir. Tilini bilmay turib, elini bilaman deyishni, tilini so'ymay turib, elini so'yman deyishni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Men kitap o'qish munberimizdagi barliq qarindoshlarimga vakolatan dunyoning har qaysi joylaridagi ona til maktablaridagi o'qituvchi ustozlarga, o'quvchilarga va shu maktabning qo'llovchilariga Qurban hayitlik eng oliy salomlarimni yo'llayman. Bu maktabdagi o'qituvchi ustozlar ham shundaqla o'quvchilar xuddi ona til mash'alini ko'tarib mengayotgan, ona tilimizning yo'qolib ketmasligi uchun ko'rishayotgan
fidokor jangchilardir. Ma'qul emisa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Marienplatz. Minor dostum saklap ketmişsin. Bek kızıkarlık ya adaş. Bek kızıkarlık ya bizim şu Sarıyanın berinde mi mana şundaq bir saat var. Her del saat boğa vaqtida usulçular mana şundaq çıkıp oynaydı. Hemmisi özününki mezmun dairesinde tıllarını ügünüp ketip bardı. Arkayısı okuşçularımızın, Hristiyanlar bilen. Benim bu işki balam var. İşki balam her işkisi mışı mektepte. İşki Zübeyde malımdan sınıfıda, çoğuyu Abdüveli malımdan sınıfıda. Ballarım bilen mektepten keyin öyde. Bugün nem ders ötüm var, nemi ügenden var. Aşı doğrusta tamamlak söhbet yaparız. Yani öyde mi benim en çam tutulduğum hemen Uygurca sözleş. Germanca arlaştırılırsa, o nem degen balam ben fakat düşünmedim. Degenlikin o mecburi Uygurca sözlerini. Buluplu küçük oğlum, aşı bayanma o Raziye degendek. Annem deyip top, mannem deyip top, sorap durup deyip. Alaylı kızıkış var, anıtılımız var. Hem de inşallah hiç boğumuza göre anıtılımız için ançımınca koşkan köprümüz olup dedim. Kiyinki evlatlarını, yeni kiyinki evlatlarına ulaş için hem de kolumuzdan kilişte kaçını kılansa şunçilik var. Tırışçalık köz tuvatımız. Bunun değil kiyinkin köz düştü. Her vakit deyamiz. Orun, makan, ulan tayarlap bədiyəmdə onun cəhətlərindən çıxıb çıxamıdım. Fəqət oxutqucularını yığıb, təyinləb, ballarını yığıb, dərs ötüb, məktəbdə baş qurub 2006-dan başlap hazırlıqçı əmdi. Şu məktəbini mandırıb, təvaddimiz 2006 Rəhmət yendir getim Zulaya. Thank you.
Yaş desem quyoşdunuz inson qızlar